Assalomu alaykum dehqonlar. Mana balgariskimiz, xudo xolasa 6-uzumini uzyapmiz. Yetti kun oldin terim bo'lgan edi. Mana 11-iyun kuni yana uzyapmiz. Xudo xolasa bir tubidan mana 7-8 ta 10 tagacha xamak bor mana. Lotto sorti. Listi zo'r, xudo xolasa mana xamak zo'r. Mana xamaklari xudo xolasa 400 kilo, 1400 ta ko'chatdan 400 kilo chiqadi deb teryapmiz xudo xolasa. Bundan oldingi terimi 360 kilo chiqdi. Bir hafta oldin terim bo'ldi. Xamak xudo xolasa zo'r. Xudo berdi. Mana xamak. Bitta tupida 10 tagacha tersa bo'ladigan xamak bor mana. Mana bir tup shaxlab ketgan mana. Mana buni palagimiz ham shunaqa mana. Xamagi bilisti mana xudo xolasa zo'r mana. Assalomu alaykum dehqonlar. Mana Ferrari sortimiz. Mana Ferrari'ni qo'l urug'i. Mana holati. Bugungi chislomiz 28-iyun 2025-yil. Ferrari'ni qo'l urug'i bo'lmaydi deganlarga mana holati. Bitta palagida 1 kilo, 1,5 kilogacha xamak bor. Evet. 200-250 gramgacha yirikligi xamagi bor mana. Mana bu yog'ida Lotto sortimiz. Lotto sortimiz ham zo'r bo'lgan mana. Xudo xolasa bitta tupida 7-8 tagacha xamak teriladigan bo'lib turibdi. O'sib ketadi, odam bo'yi bo'ladi. Har yilda ekilyapti bu Lotto sortimiz. Bu yog'i Ferrari mana. Xudo xolasa Ferrari ham juda go'zal bo'lgan. Ko'rganlar pachka deyishyapti. Mana shu tupda 1,5 kilogacha teradigan qizil bor mana.
Bugungi kunda narximiz 11 ming so'm, 12 ming so'm chiqyapti. 3-aprelda kapaga ekilgan, kechroq ekilgan. Mana holatini ko'ringlar. Bu tupimizda 2 kilogacha xamak bor. Hurmatli dehqonlar, mana bu Rahmatullo degan dehqon shu kunlarda urug'lik olaman deb turib ko'p ko'chatlarni reklama qilyapti. Mana xudo xolasa xamaklarni ko'ringlar. Lastika sorti. Qaramagan, shunday ekib qo'ydi. Shu ekkani bo'yi shu holat bo'lib qoldi mana. Buni agar qaraganda qanday holat bo'lishini ko'rardingiz. Mana bu yerga to'r yopib bo'ldi. Bu yerga to'r yopolmadi. Shuning uchun buni bu yerga sal quyosh ta'sir qildi. Lastika sorti mana shu. Lastika bo'lmaydi deganlarni olib keldilar. Mana shu lastika bo'ladi mana. Mana lastika bo'lmaydi degan joylar. Mana bu salqinroq joylarda bo'lganini qarang mana. To'r tortsa mana shunaqa yirik bo'ladi xamaklar mana. To'rning natijasi bu mana bunday mevani salqinligiga qanaqa holat bo'lishini ko'ringlar mana. Mana. Ana xamak. Dehqon aka necha kun bo'ldi ekkaningizga buni? 85 kun. 85 kunda shu holat bo'lib qoldimi? 90 kun, 85 kun mashina orasi. Ko'chatni kim bergan sizga? Ko'chatni o'zimiz olamiz urug'ini. Mana mashinadan urug' olamiz. Osalar. Sanab sanog'iga yeta olmaysiz mana bu sanasangiz sanog'iga yeta olmaysiz. Uni agar baquvvat yerga eksa-chi, mana 1 kilo bermaydi deganlarga mana sanasin mana. Mana 1 kilo bermaydi deganlarga mana 1 kiloni natijasi mana. Ko'ringlar. Bitta shoxda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta. 15 tasini ko'ringlar mana. Mana bunda mana shu 15 ta bor. Lastika sorti. Yer nimjonligiga ana. Dala bepayon mana. Urug' uchun hammasi qo'yildi. Tekkani yo'q mana dehqon. Unga oshiqcha mehnat ham qilmayapti. Assalomu alaykum dehqonlar. Mana ko'chatlarimiz. Bolgarskiy ko'chatlar.